Hisobot shaklini to'ldirish va yuborish may.soliq.uz sayti orqali elektron raqamli imzodan foydalangan holda amalga oshiriladi. Bunda shaxsiy kabinetga kirgandan so'ng yuridik shaxslarning hisobotlarini yuborish bo'limiga o'tiladi. Elektron shakllardan kerakli bo'lgan aylanmada olinadigan soliq hisobotlari bo'limidan davr uchun aylanmada olinadigan soliq hisob-kitob shaklini tanlaymiz. Hisobot detallari bo'limidan soliq kodi, hisobot turi, yil va davr tanlanganda soliq hisoboti soliq organlari axborot tizimida mavjud bo'lgan hamda soliq to'lovchi tomonidan shaxsiy kabinetdagi interaktiv xizmatga kiritilgan ma'lumotlar asosida to'liq avtomat shakllanadi. Aylanmada olinadigan soliq hisobot shakli hisob-kitob va 3 ta ilovadan iborat. Birinchi ilova jami daromadlar, ikkinchi ilova soliq solinadigan jami daromadning kamaytirilishi, uchinchi ilova soliq stavkalari bo'yicha ayrim tovar aylanmalari hisob-kitob ma'lumotnomasi. Aylanmada olinadigan soliq hisob-kitobi yil boshidan o'sib boruvchi yakun bilan so'mda to'ldiriladi. Tovarlar, xizmatlarni realizatsiya qilishdan olingan daromad nomli 010-satrda Soliq kodeksi 463-moddasiga binoan soliq solish obyekti sifatida qaraladigan daromadlar shakllanadi. Hisob-kitob shaklining 020-satri boshqa daromadlar hisob-kitobning birinchi ilovasining 040-satridan 0401-satri ayirmasi hamda 040-11-satrlar yig'indisi asosida avtomatik tarzda shakllanadi. Aylanmada olinadigan soliq hisob-kitobining soliq solinadigan jami daromad nomli 030-satri avtomatik tarzda hisob-kitobning 010 va 020-satrlar yig'indisidan kelib chiqib hisoblab chiqariladi. Soliq solinadigan jami daromadning kamaytirilishi nomli 040-satrda ikkinchi ilovaning 010-satrdagi summa shakllanadi. Soliq solinadigan baza nomli 050-satr ma'lumotlari avtomatik tarzda 030-satr summasidan 040-satrda keltirilgan summalarning ayirmasi orqali hisoblab chiqariladi. Hisob-kitobning 060-satrida faoliyat turi bo'yicha belgilangan tegishli soliq stavkalari avtomatik shakllanadi. Tuzatish kiritilgan soliq stavkalari nomli 0601-satr 3-ilova 040-satr ma'lumotlari asosida avtomatik shakllanadi. Hisob-kitobning 070-satrida hisoblab chiqarilgan soliq solinadigan baza va belgilangan stavkalardan kelib chiqib avtomatik tarzda aylanmada olinadigan soliq summasi aniqlaniladi. Qonun hujjatlari bilan belgilangan va to'lanishi lozim bo'lgan aylanmada olinadigan soliq summasini kamaytirish nomli 0701-satri avtomatlashtirilgan aylanmada olinadigan soliq hisobotiga o'zgartirish kiritish bo'yicha murojaat interaktiv xizmatiga yuborilgan murojaat orqali hisobotda avtomatik shakllanadi. Hisob-kitobning 080-satri 070-satridan 0701-satrini ayirish orqali aniqlanadi. Hisob-kitobning jami daromadlar nomli birinchi ilovasi 010-satr. Elektron hisob fakturalar, onlayn nazorat kassa mashinasi ma'lumotlari, marketplace orqali shakllangan daromadlar, bojxona yuk deklaratsiyasi hamda boshqa daromadlar ma'lumotlariga asosan avtomatik shakllanadi. 0105-satri boshqa daromadlar hamda 0205-satr yuridik shaxs tomonidan ijara to'lovining eng kam stavkalaridan past bahoda yoki tekin foydalanishga mol-mulkni ijaraga berish natijasida hosil bo'lgan soliq solish bazasini interaktiv xizmatga yuborilgan murojaati orqali hisobotda avtomatik shakllanadi. Birinchi ilovaning 020-satrida 0201, 0202, 0203, 0204 hamda 0205 satrlar yig'indisi orqali avtomatik shakllanadi. Bunda 0201-satri tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilishdan sof tushum, 0202 satr vositachilik va topshiriq shartnomalari hamda vositachilik xizmatlarini ko'rsatishga oid boshqa shartnomalar bo'yicha vositachilik xizmatlari ko'rsatadigan soliq to'lovchilar uchun ko'rsatilgan xizmatlar haq summasi. 0203-satrda tovarlarni, xizmatlarni tekinga berishdan ko'rilgan zararlar hamda 0204-satrda bozor qiymatidan past narxda realizatsiya qilingan tovarlarning, xizmatlarning bozor qiymati va realizatsiya qilish narxi o'rtasidagi ijobiy farq summasi elektron hisob fakturalar orqali avtomat shakllantiriladi. 030-satr, ya'ni realizatsiya sifatida qaraladigan daromadlar satri 0301, 0306 satrlar yig'indisidan kelib chiqib, ikki tomonlama elektron hisob fakturalar orqali
orqali avtomat shakllanadi. 040-satrda O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 297-moddasi 3-qismining 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25 va 27 bandlarida ko'rsatilgan daromadlar bir tomonlama elektron hisobvaraq fakturalar shakllantirish orqali avtomat shakllanadi. Hisob-kitobning soliq solinadigan jami daromadning kamaytirilishi nomli ikkinchi ilovasi 2 bo'limdan iborat. Soliq solinadigan jami daromadning kamaytirilishi lozim bo'lgan jami daromadlar mazkur ilovaning 010-satrida jamlanadi. 020, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga muvofiq soliq solinadigan yalpi tushumning kamaytirilishi satri 0201, 0214 satrlar yig'indisi asosida shakllanadi. 0201, 0202 hamda 0206 satrlar elektron hisob fakturalar orqali 0203, 0204, 0205, 0207, 0208, 0209, 0210 hamda 0211 satrlar avtomatlashtirilgan aylanmada olinadigan soliq hisobotiga o'zgartirish kiritish bo'yicha murojaat interaktiv xizmatiga yuborilgan murojaatlar orqali avtomatik shakllanadi. 030-satrda qo'shib olingan soliq to'lovchilarning tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha aylanma summasi avtomat aks etadi. 040-satrda me'yoriy huquqiy hujjatlarga asosan soliq solinadigan bazani aniqlashda chegirib tashlanadigan daromadlar summasi shakllanadi. Hisob-kitobning soliq stavkalari bo'yicha ayrim tovar aylanmalari hisob-kitob ma'lumotnomasi nomli 3-ilova 4 qismdan iborat. 010-satrda 1% lik imtiyozlar, bunda imtiyoz bilan yaratilgan EXFlar, imtiyozga ega bo'lgan hududdan ro'yxatdan o'tgan onlayn nazorat kassa mashinalari cheklari marketplace tizimi orqali shakllangan daromadlar avtomatik ravishda 1% lik stavka bo'yicha aks etadi. 020-satrda 2%, 030-satrda 3% stavkada belgilangan imtiyozlar aks etadi. 040-satrda tuzatish kiritilgan soliq stavkasi 0401 hamda 0402 satrlar orqali foiz ko'rinishida avtomat shakllanadi. 0401 hamda 0402 satrlar soliq to'lovchilar tomonidan soliq imtiyozlaridan foydalanish bo'yicha murojaat interaktiv xizmati orqali yuborilgan va tasdiqlangan murojaat orqali avtomat to'ldiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.